Selamünaleyküm kadırlı yurttaşlar, kadırlı vatandaşlar. Bugünkü satığa çıkan xonadonimiz Urganchning ajoyib mestasında Ali Baba Sharshara kafesine yakın yerde yurt Urganchning 2 qavatlı Toshkentcha uslubda solingan, oldindan arkasından bog'ina ega bo'lgan 420 kvadrat bo'lgan hovli joy bilan tanishib o'tamiz. Azizlar, mesta plajniyasi ham yaxshi, tixi, zo'r mestada joylashgan. Elda ham keng, mashin qo'yadigan mestalar ham bor. Yurt Urganchning yashil maydonchalari ham podvalına ega, hurmatli vatandaşlar. Podvalını kendi görürüz, hürmetli vatandaşlar. Birilerine yo'laklar isteyişe bo'lgan. Ben de podvalları. Lan niye gözetip ödemiz? Katta podval, hürmetli vatandaşlar. Bir yandan girseniz de bo'ladi. Bir de mestası bak. Yo'li, xoti. Suv, svet, gazdan muammosi yo'q. Bir de tapchalarni qo'yib qo'ydilar, chiroyli qilib. Narx ham arzon, 95 ming dollar. Yarım plan 2 qavatlı hovli joylarning narxida bu turibdi. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilishingiz mumkin. Olib kelamiz, savdolashib, kelishib beriladi. Dokument ham 100% tayyor. Bir de gaz chiqishlari, sevish chiqishlari mestasi, bir de asosiy girish xoti, bir de stupenkalar ham qilingan. Bismillah deb giramiz sizda. Zo'r, arzon narxda, bunning bahada bilasizlar 420 kvadrat metr hovli joy umuman bermaydi. Girgandan katta dalansini kutib qoladi. Eni 5 metr, uzunasi 10 metr razmiyada. Katta dalan azizlar. Yine 7 xonasi bor. Arkasından həldindən bağları bor. İşlər ham yaxshi ishlardan qo'yilgan. Pastda 3 xona, yuqorida 4 xonasi, ham 2 dalanı. 2 sanuzyeli bor, hurmatli vatandaşlar. Birinchi chetdan ko'rsatib tanishtirib boraveramiz azizlar. O'ng tarafdan başlaymiz. Bu yerda ishlarimiz baland, patologlarimiz gipsakardan figuram qilingan. Polni shifaqulubkadan chiqib turibdi, hurmatli vatandaşlar. Görüp turgan semir shifaqulubka qilingan, patologlarimiz gipsakardan figura qilganlar, galagin to'shalar ham bor. Oyoqtilar 100% yog'och pul, hurmatli vatandaşlar. Ajoyib joy ekan, katta joy qilib yurgan vatandoshlarimiz uchun zo'r variantlardan birisi bo'ladi. Bu tarafimiz esa spalniy qismi. Spalniyimiz ham yeni 420, uzunasi 5,5 razmiyada tushgan. Oyoq tiylari poldan ham laqlaq qo'ydilar chiroyli qilib. Hem joyimiz baland solingan, hurmatli vatandoshlar. Suv, svet, gazlar VIP, muammosiz gap turibdi. Listing samsam chiroyli qilib, zotib qo'ydilar, mustahkamlatib. Joyimizda hech bir yerine gap yo'q, bir remont qilishak bo'lgan. Birimiz 320, 420 razmiyada spalniy qismi bor. Eng kichkina xonamiz birimiz. Bir ham polni shifaqulubkadan chiqqan. Oynasi boq tarafga qaragan, hurmatli vatandoshlar. Bu yerda katta oshxonasi, eni 424'ler bor, uzunası 6,5 razmiyada tushgan. Bu yerda sanuzel qismi doğrumuzda. Shifaqulubkadan chiqqan ham bir sanuzelimiz ham polni kafe qilingan, katta sanuzelazlar. Bunun sanuzel kamdan kam bo'ladi, kichkina aytadilar. Bir de kotyolları boyna, rakovina, unitaz, vannalar ham qo'yilgan. Arisollarcha qo'yganlar. Ajoyib joy. Bog' qismini ham ko'rsatib o'tamiz. Hem podvallarla ega. Podvallar ham keng. Bog' qismi, zelyonli zonalari bor, krugoy steshka bo'lgan, ilik turgan joy azizlar. Kelib olib qarash qilib berasizlar. Yozgi hojatxonasi ham ega. Ko'cha vodoprovodlari chiqqan, pandemiya podушкалari baland etib qo'yilgan. Polni ekin-dikin essenzlar ham bor. Chiroyli qilib devorga uzumlarni ekib, navis qilib qo'ysanizlar bo'ladi azizlar. Ko'rib turganingizdek katta xonadon. Yarım plan joylarni olib yashagandan ko'ra shu joyni olib remont etib yashagan ma'qul deb o'ylayman. Mesta plajniyasi ham yaxshi. Narx ham zo'r, 95 ming dollar. Bismillah deb ikkinchi etajimizdan chiqamiz, hurmatli vatandoshlar. Chiqqandan doğruda unda xonalari, yanda chapda yana 2 xonasi, yana dalan ham bor. Hurmatli vatandoshlar, birimiz 4'e 6,5 razmiyada tushgan katta xonasi, xalasanızlar bu yerni zal qilaman desangiz ham bo'ladi. Hozir bu yon tarafidan bir xona qilsangiz ham bo'ladi, lekin sanuzelga mo'ljallangan birimiz. Endi ko'rib turganingizdek katta sanuzel bo'ladi bu yerda. Xona chiqqandan o'ng tarafda 320, 420 razmiyada bir xonasi. DC spalniy. Bir yandan 5-6'lık dalan kısmı verdim. Bu tarafımızda yine bir spalnisi 420'ye 5,5 razmiyada tushgan. Keng joy, hurmatli vatandoshlar.
Özləri yaxşı iman deb qurganlar sifatlatib yurt burgansin baland joy yerimiz zalımız 4-7 razmida tushgan. Katta zal, hurmatli vatandoshlar. Katta zaldan ikkisi bor. Oshxonasi ham katta, 2 sanuzel, 2 bog'i bor, oldindan orqasidan bog'ini ega. Hurmatli vatandoshlar, bizlar xonadonimizni lokatsiyasini eslatib o'tsak, Urganchda Ali Bobo Sharshara kafesiga yaqin yerda joylashgan 2 qavatli 420 kvadrat metrdan tashkil topgan $95,000 bahası. Gelişlerden yerim bor, dokumenti 100% tayyorlasizlar. Yo'l ham yaqin ko'p yurib girmaysizlar. Bir yo'l bilan kelib, bir yo'l bilan chiqiladi. Qiziqqan bo'lsa telefon qilaverasizlar, mulkiyatini yondan olib kelamiz, o'zlari bilan savdolashib, galishib olishlaringiz mumkin. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi roliklarda görüşünce xayrlab qolamiz.